Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Xitoycha O'zbek. Siz mening YouTube kanalimdasiz. Demak, o'rtoqlar, bugun ham juda ham kerakli bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz, ya'ni marketplace ilovalar yoki Xitoy bozori uchun to'lov turlari haqida gaplashamiz. Ko'pchilik Xitoy bilan oldi-sotdi qiladiganlar bilishadi. Demak, Xitoyda Alipay to'lov tizimi bor yoki bo'lsam Visa orqali to'lov tizimi bor. Ko'pchilik mijozlar o'rtasida aynan shunday savol paydo bo'ladi. Ya'ni qaysi to'lov turi ma'qulroq, ya'ni Alipay to'lov tizimi yoki Visa karta orqali. Demak, shu masalaga bugun o'rtoqlar oydinlik kiritar ekanmiz o'rtoqlar. Xo'p, nima farqi bor? Ya'ni Alipay to'lov tizimi bilan, ya'ni Visa kartani ikkalasida ham demak to'lov qilish mumkin. Marketplace ilovalarga ham yoki umuman oldi-sotdi masalasi bo'yicha ham demak ikkalasida ham to'lov qilish mumkin. Demak, ikkalasini bugun sizlarga farqlarini tushuntirib beraman o'rtoqlar. Ya'ni birinchisi Alipay to'lov tizimi. Bu Alipay to'lov tizimi o'zi nima? Bu Alipay to'lov tizimi umuman Xitoyda shunday to'lov tizimi bor, ya'ni u приложение, ya'ni xuddi o'zimizda biror bir misol uchun Click yoki Payme ga o'xshash ilova u ham, ya'ni xitoyliklarning Alipay to'lov tizimi. Ya'ni ular o'sha tizim orqali hamma yoqqa to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. Misol uchun umuman o'sha Xitoyda o'zida Alipay to'lov tizimi hamma joyda rivojlangan, ya'ni do'konga kirsa ham yoki biror mahsulot xarid qilsa ham yoki umuman olganda nima xarid qilgan taqdirda ham o'sha Alipay to'lov tizimi orqali, metro yoki transport orqali harakatlangan ham o'sha Alipay to'lov tizimi orqali to'lov qiladi. Ya'ni marketplace ilovalarida ham xuddi shunday. Ya'ni marketplace ilovalarda siz Alipay to'lov tizimi orqali yoki Visa bilan ham to'lashingiz mumkin. Ammo lekin biroq o'rtoqlar, ikki to'lov tizimi bir-biridan biroz farqi bor. Hozir demak ko'rib chiqamiz shu masalani, ya'ni qaysi biri qulay yoki qaysi biri afzalroq bir to'xtamga kelib bugun nuqta qo'yamiz shu masalaga. Xo'p, o'rtoqlar, Alipay to'lov tizimi bu avvalo приложение aytib o'tganimdek, ya'ni biz uni Play Market ilovasidan yoki App Store ilovalari orqali skachat qilib olishimiz kerak va undan birinchi qiladigan ishimiz registratsiyadan o'tishimiz kerak. Ya'ni biz O'zbekiston region, ya'ni O'zbekiston hududi orqali yoki O'zbekiston raqami orqali biz Alipay to'lov tizimidan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin. Ammo lekin biroq bitta no degan joyi bor o'rtoqlar. Ya'ni no degan joy shuki, biz unga mana bunday ID karta bilan demak ro'yxatdan o'ta olmaymiz. Shu uchun bizga demak eski yashil pasport yo bo'lmasam hozir hammaga beriladi yoki bo'lmasam Zagram pasport orqali demak registratsiyadan o'tishimiz mumkin. Bu unchalik ko'p vaqtni olmaydi. Demak, O'zbekiston raqamini kiritasiz, SMS keladi. SMSni qaytadan kiritasiz va identifikatsiyadan o'tish jarayoni bor. Identifikatsiyadan o'tasiz va tasdiqlanishini kutasiz. Qarabsizki, demak biz Alipay to'lov tizimidan ro'yxatdan o'tib, demak undan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni marketplace ilovalar, Taobao-ga ham, Pinduoduo-ga ham, umuman olganda har qanday marketplace ilovaga demak o'rtoqlar Alipay to'lov tizimi orqali to'lov qilishingiz mumkin. Endi bu to'lov qilish masalasi, demak Alipay orqali to'lov qilamiz, bu masalani bildik. Ammo lekin biroq o'rtoqlar, endi bizga nima kerak? Xitoyning milliy valyutasi yuan kerak. Yuan demak o'rtoqlar, yuan sotib olishimiz kerak. Demak, siz yuan kursini telefon orqali yoki bo'lmasa Google orqali bemalol topishingiz mumkin. Kurslarni kuzatib borishingiz kerak, ya'ni qimmatroq olib qo'ymaslik uchun. Telegram kanallarda ham hozirgi kunda juda ham ko'payib ketgan, ya'ni yuan oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan shaxslar yoki shunaqangi kanallar yoki gruppalar ham ko'payib ketgan juda ham. Siz Google ga yozishingiz mumkin bir yuanni hozirgi kunda yoki bugungi kundagi rasmiy kursini bilishingiz mumkin. Keyin va boyagi Telegram yoki umuman gruppalar orqalimi demak ishonchli odamlardan sotib olishingiz kerak. No degan joyi shu. Ishonchli, ya'ni hozirgi kunda Telegram kanallarida juda ham ko'payib ketgan o'rtoqlar. So'nggi vaqtlarda bir qancha mijozlar tomonidan e'tirozlar ham kelib tushdi, ya'niki o'sha firibgarlarga uchrab qolgan, ya'ni umuman Alipay to'lov tizimi bilan ishlamaydi ular. Ya'ni yuan tashlab beramiz deb
qisqasi pulini o'tkazib olib bloklab tashlagan, boshqa qilgan ko'pchilik mijozlar, ko'p emas, bir 5-6 tasida 5-6 ta mijoz bilan shunaqa holatlar kuzatildi o'rtoqlar. Tak, yuan tushirishimiz kerak. Ya'ni siz Alipay to'lov tizimida QR kod bo'ladi. QR kodni siz ya'ni birinchi o'sha yuan sotuvchi shaxs bilan siz o'zaro yuan kursini nima deydi, dogovor qo'yganingizdan keyin siz uni boyagi o'z Alipay to'lov tizimingiz QR kodini unga yuborasiz. Yuborganingizdan keyin u QR kodingizni skaner qilish orqali sizga o'sha sotib olgan yuaningizni kashalogingizga tushirib beradi. Ya'ni Alipay kashalogga tushirib beradi. Va Alipay kashalogida o'rtoqlar Alipay to'lov tizimini siz Pinduoduo'ga, Taobao yoki 18 ga umuman har qanday Xitoy marketplace ilovasiga ulab qo'ygan bo'lsangiz, demak, to'lov tizimi juda ham oson bo'ladi. Bu birinchi masala. Tak, o'rtoqlar, Alipayning eng yaxshi katta plyuslaridan biri, Alipay orqali to'lov qilsangiz, mabodo xarid qilgan narsangiz yoqmay qolsa yoki biror bir narsani adashib xarid qilib qo'ysangiz yoki bo'lmasam siz mahsulot sotib oldingiz, sizga umuman bir tufta yoki boshqa narsa qo'lingizga yetib keldi. Ya'ni o'sha ilovalarda, Taobao, Pinduo'larda demak, siz unga demak, nima qilishingiz mumkin. Nima derdi nomini? Jalba bo'limi bor o'zbekchasiga. Nima bo'ladi? Ya'ni jalba qilib o'sha ilovadan o'sha magazinchi haqida magazinchiga chora ko'rishni so'raysiz. Mana shunaqa menga shunaqa narsa yubordi desangiz, misol uchun, agar haqiqatda yaxshi tushunsangiz, demak siz pulingizni qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam, o'rtoqlar, Alipay to'lov tizimi bilan to'lov qilgan bo'lsangiz, aytaylik, 1 kun o'tdi, 2 kun o'tdi, tovaringiz qandaydir arzonrog'ini ko'rib qoldingiz yoki umuman yoqmay qoldi, olgingiz kelmay qoldi. O'sha ilova orqali admin qilsangiz bo'ladi. Ya'ni admin qilganingizda sirazi 10-15 daqiqa ichida pulni qaytarib tushirib beradi. Ya'ni Alipay to'lov tizimingizga. Shunisi yaxshi. Demak, Alipay to'lov tizimida pul qaytib kelishi, ya'ni pulni qaytarib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha demak tezroq hamda qulay bo'ladi. Unaqa ko'p kutib qolmaysiz. Xo'p, endi o'rtoqlar, viza orqali to'lov qilishda ham o'ziga yarasha kamchiliklari hamda qulayliklari bor. Qulayliklari bormi, yo'qmi? Hozir demak bilib olar ekanmiz. Xo'p, bu uchun o'rtoqlar bizga viza karta kerak. Xo'p, Xitoy uchun o'rtoqlar yana bir marta eslatib o'taman. Mastercard o'tishi mumkin, viza o'tishi mumkin yoki Alipay to'lov tizimi. Agar yana kimdir ko'rgan bo'lsa, UnionPay degan karta bor. O'sha kartalar orqali ham to'lov qilishimiz mumkin. Tak, viza orqali to'lov qilish uchun o'rtoqlar, siz agar sizda biror bir ilova bo'lsa, misol uchun PayMe yoki bo'lsam yoki qanday va hokazo shunaqangi banklarda ilovalari bo'ladi-ku. Milliy bank, Agrobank va hokazo o'sha banklarning o'sha ilovalari bo'ladi. O'sha ilovalar orqali onlayn viza karta ochtirsangiz bo'ladi. O'sha viza karta ochtirib, odatda bu menimcha bepul bo'lsa kerak viza karta ochtirish, ya'ni siz uni faqatgina o'shanday mahsulotlar xarid qilish uchun yoki nimadir xarid qilish uchun ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Tak. Yoki bo'lmasam biror bir bankka borib, o'rtoqlar, viza kartani ochtirishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, viza kartani turlariga qarab, viza karta, agar kartani o'zini chiqarib olaman desangiz, kartani o'rtoqlar to'lovlari bor. Misol uchun, viza kartaning bir qancha turlari bor. Bilasizlar, Gold, Platinum yoki bo'lmasam yana bir narsa degan naqalari bor. Turlari, demak, shunga qarab siz unga o'rtacha 70 ming, 80 mingga bitta viza karta chiqarib olishingiz mumkin. Yo'q, rasvot qilib yuramanmi desangiz, bu aytib o'tganimdek, agar sizda biror bir bankning o'sha ilovasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha ilova orqali demak viza karta zakaz qilishingiz kerak bo'ladi. Endi xuddi shunday boya Alipay to'lov tizimi singari, demak, viza kartaga ham o'rtoqlar siz to'g'ridan to'g'ri nima deydi? Davlat kursi bo'yicha dollar tushirishingiz kerak. Siz ham unda ham viza kartaga ham demak siz dollar sotib olishingiz kerak. Ko'pchilik shunaqa o'ylaydiki, Alipayga yuan sotib olasan, vizaga to'g'ri tushirasan. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Viza kartaga ham o'rtoqlar dollar tushiraman desangiz, davlat kursi bo'yicha, ya'ni davlatning sotayotgan kursi bo'yicha dollar tushirib olasiz. Bu bir. Dollar tushirib olganingizdan keyin o'rtoqlar, ikkinchi masala,
to'lov qilganingizda sizga 2% dan ushlab qoladi. Ya'ni 2% absolugi ushlab qoladi. Ya'ni 2% degani aytaylik siz $100 mahsulot xarid qilsangiz, demak sizdan o'rtoqlar $2 absolugi yetib qoladi. Bu endi odatda marketplace ilovalar bilan ishlaydigan mijozlar unaqangi juda ham katta summaga, aytaylik $4-5 ming ga yoki unaqa summalarga mahsulot sotib olmaydi. Bu unchalik ahamiyatsiz deb o'ylayman. Tak. Demak, o'rtoqlar, yuan sotib olganingizda ham yuanni boya Alipay to'lov tizimiga tushirish uchun davlat kursi bo'yicha sotib olmaysiz, baribir uni ko'cha narxida, ya'ni qora bozor narxida sotib olasiz. O'rtacha 100 ming so'mga o'rtacha har xil, endi hammasi har xil. Ya'ni men o'zim ishlaydigan o'sha Telegram kanallarda yuan sotuvchi bir qancha Telegram odatda 5 ming so'm qo'yishadi. 100 mingga 5 ming so'm. Demak, vizada endi boyagi davlat kursi bo'yicha bilmayman qancha qo'yishadi dollarga. Qisqasi, vizada ham, Alipay to'lov tizimida ham o'rtoqlar, demak, Alipay to'lov tizimiga yuan sotib olishingiz kerak, vizaga esa dollar sotib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu ikkala taraf ham bir-biriga ya'ni teng. Xo'p, keyingi masala viza bilan to'lov qilganingizda o'rtoqlar, viza bilan to'lov qilganingizdan keyin aytaylik boyagidaqa situatsiya bo'lib qolsa, ya'ni siz sotib olgan mahsulot yoqmay qolsa yoki nimadir bo'lsa, vizaga to'lovning qaytishi sal qiyinroq bo'ladi. Hattoki bunga haftalab yoki oylar ham vaqt ketib qolishi mumkin. Bir oy ichida yoki mijozlar tomonidan shunaqa e'tirozlar kelib tushganda aytganki, ya'ni o'zlari tomonidan pulim bir haftada qaytarib berdi yoki bo'lmasa bir oyda qaytarib berdi degan vaziyatlar yoki qaytib tushmadi degan situatsiyalar ham bo'lgan o'rtoqlar. Shu uchun vizaning yagona minus tarafi shu bo'ladi o'rtoqlar. Tak, Alipay to'lov tizimi orqali to'lov qilganimizda boya aytib o'tganimdek eng zo'r plus tarafi boyagini pulingizni qaytarib olishingiz tezroq bo'ladi va siz har qanday ilovaga bez отказ Alipay to'lov tizimi orqali xoh WeChat bo'lsin, xoh Pinduoduo bo'lsin, xoh tak Taobao bo'ladimi, Poizon bo'ladimi, nechta Xitoy marketplace ilovalar bo'lsa, hammasiga demak Alipay to'lov tizimi birday o'tadi. Hamma 100% ishlaydi. Ammo lekin biroq o'rtoqlar, Taobaoda yoki Pinduoda ba'zi magazinlar demak Visa karta bilan demak savdo qilmaydi. Demak shunaqa joylarga ham ahamiyat berib qo'yishingiz kerak. Yoki bo'lmasam yana bitta vizani minus taraflaridan biri goh payti o'sha ilova orqali yoki Visa kartani o'zidan to'lov qilib bo'lmay qoladi. Qanaqadir bir shunaqa texnik holat bo'lib, o'sha to'lov qilish qandaydir 3-4 kunlab hattoki demak to'lov qilib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Unda siz mahsulot biror bir shoshilinch mahsulot sotib olmoqchi bo'lganingizda bir necha kunga kechikishiga to'g'ri kelar ekan o'rtoqlar. Demak Demak o'rtoqlar, shunaqa gaplar. Agar yana kimdadir qo'shimcha savol bo'lsa, Telegram kanalimizda bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi va har qanday savolingizga javob olishingiz mumkin. O'rtoqlar, demak umumiy qilib, ya'ni video darsliklar Telegram kanalimizdan bor, ya'ni Xitoy marketplace ilovalari bilan ishlash uchun va mutlaqo bepul, biz sotmaymiz, uni qanchadir summaga. Demak, siz o'sha kanalga ulanib, demak o'sha kanaldagi videolarni ko'rib, demak Xitoy marketplace ilovalar bilan savdo qilishni bemalol o'rganishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Kanalimizga obuna bo'ling, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, do'stlaringizga boring hamda chink o'tib bitta layk chalarni bosib qo'ying o'rtoqlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.